Instagramga, TikTokka kirsang, faqat bitta tema. Ikkinchi ayollar mavzusi. Sizlar Qo'shtirnoq ichidagi birinchi ayollar. Sizlar kim obsujdachi qolsizlar o'zi? Bizning qancha sahoba onalarimiz ikkinchi ayol bo'lishgan. Payg'ambarimiz nechta xotinlari bo'lgan? Bilib bilmasdan xohlagan gapinglarni gapiraverasizlar. Chirillaydi bittasi chiqib, sen ikkinchi xotin tam tipa sarqitsan, uyalsan. Bitta narsani esinglardan chiqarmanglar. Kecha zo'r bitta gap o'qidim-da. Zaynabni kumushga kundoshlik qilgan, bu dushmanlik qilgan, bu kundoshlik emas, Otabekni adolatsizligidir. Bitimini adolat qila olmaydigan erkakning uyida to'polon bo'ladi. Men o'zim ham O'zbek Danar degan joyi ochgan eng katta xo'jayini deydimi, nima deydi? O'sha insonni ikkinchi ayoli bo'lganman. To'g'ri, adolatsizligi sababli men unaqa erkakdan voz kechdim. Chunki adolat qilinmagan uyda ertaga oxiratda javobi katta bo'ladi. Mayli, yashasin birinchi oilasi bilan. Shunaqa erkaklarimiz birinchi ayoldan nolib kelib uylanishadi-da, birinchi ayoldan qo'rqib ikkinchi ayolni yomon otluq qilishadi. Shuning uchun birinchi ayollar ozgina o'zinglarni yig'ishtirib olinglar, iltimos. Oldinglarda qizlaringlar bor, katta bo'lib kelayotgan. Ertaga ularni turmush qilishi bor. Kim zastrahovanный bundan? Kim zastrahovanный bundan? Hammanglarning kuninglar xayrli o'tsin.